Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qabul qilingan qaror haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, balki ularning farzandlari, nevaralari, oilasida keksa ota-onasi bor har bir insonga tegishli. Chunki ko'pchilik menga qo'shimcha pul tushadimi, qachon tushadi, ariza berish kerakmi, bank kartaga keladimi yoki naqd beriladimi? Kimlar oladi, kimlar olmaydi degan savollar bilan sarson bo'lib yuribdi. Men bugun masalani oddiy tilda birma-bir tushuntiraman. Avval qanday edi, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar bemalol kutsa bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Qayerga murojaat qilish lozim? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim jihatlar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarni kech eshitgan odam ko'pincha o'z haqqini vaqtida ololmay qoladi. Avvalo, masalaning ildizini tushunaylik. Pensiya tizimida har qanday qo'shimcha to'lov oddiy. Hamma pensionerga bir xil pul qo'shildi degani emas. Odatda qo'shimcha to'lovlar bir nechta asosga ko'ra beriladi. Yoshi, pensiya turi, ijtimoiy holati, nogironlik guruhi. Mehnat staji, yolg'iz yashashi, boquvchisini yo'qotganligi yoki belgilangan eng kam miqdordan past pensiya olishi. Shuning uchun ham odamlar orasida tushunmovchilik ko'p bo'ladi. Oldin ko'p holatlarda pensionerlar o'zlari borib so'ramasa, hujjatini yangilamasa yoki hisob raqamini to'g'rilamasa, ayrim to'lovlar kechikishi mumkin edi. Masalan, fuqaro pensiya oladi, lekin bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili o'zgargan, telefon raqam boshqa odam nomida, oilaviy holati bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Natijada tizimda muammo chiqadi. Pensioner esa nega qo'shimcha pul tushmadi deb o'ylaydi. Endi 1 avgustdan e'tibor kuchaytirilayotgan asosiy masala shuki, pensionerlarga tegishli qo'shimcha to'lovlar belgilangan tartibda hisoblanishi, manzilli yetkazilishi va ayrim toifadagi fuqarolarning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Har bir pensioner o'z pensiya turini, amaldagi miqdorini, qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan holatini va shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini tekshirishi shart. Chunki qo'shimcha to'lov bor bo'lsa ham, ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, pul kechikishi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Oldingi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiyani odatdagi kunda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir naqd shaklda. Qo'shimcha to'lovlar esa alohida sabab bo'lsa, pensiya bilan birga yoki keyingi oyda qayta hisob-kitob qilib berilardi. Masalan, pensiya oshirilgan bo'lsa, ayrim hollarda farq summasi keyingi to'lov davrida tushardi. Yoki fuqaro nogironlik guruhi bo'yicha hujjatini yangilasa, yangi to'lov huquqi ma'lumot tasdiqlangandan keyin hisoblanardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan boshlab qo'shimcha to'lovlar bo'yicha fuqarolar ko'proq hushyor bo'lishi kerak. Chunki bu to'lovlar hamma uchun avtomatik tushadi deb o'ylash noto'g'ri. Ayrimlar uchun avtomatik bo'ladi, ayrimlar uchun esa ariza, hujjat yoki ma'lumotni aniqlashtirish kerak bo'ladi. Men buni sodda qilib aytaman. Agar davlat bazasida siz haqingizdagi ma'lumot to'liq va to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lovni olish osonroq. Agar ma'lumotda xato bo'lsa, masalan, pasport seriyasi eski, yashash manzili boshqa, bank rekviziti noto'g'ri, nogironlik muddati tugagan, boqimondalar haqida ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, unda tekshiruv va kechikish bo'lishi mumkin. Bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Qo'shimcha to'lov deganda faqat bitta pulni tushunmaslik kerak. Amaliyotda qo'shimcha to'lov turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Pensiyaga ustama kompensatsiya, kam ta'minlangan yoki alohida toifadagi pensionerlar uchun qo'shimcha yordam. Yolg'iz keksalarga beriladigan qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida ustama, boquvchisini yo'qotgan oilalarga farq to'lovi. Shuning uchun har bir pensioner men qaysi toifaga kiraman degan savolga aniq javob topishi kerak. Birinchi navbatda eng kam pensiya miqdoriga yaqin pensiya olayotgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, bir onaxon o'ttim yil ishlagan, lekin ish haqi rasmiy juda kam ko'rsatilgan. Natijada pensiyasi ham past chiqqan. Agar yangi tartibda minimal kafolatlar yoki qo'shimcha ustamalar nazarda tutilgan bo'lsa, aynan shunday fuqarolar uchun farq paydo bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ularning pensiya hujjatlari to'liq bo'lishi kerak. Ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar ba'zan hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik guruhi muddatsizmi yoki muddatlimi?
tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bazada bormi? Guruh o'zgarganmi? Qo'shimcha parvarish zarurati bormi? Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini olayotgan bo'lishi mumkin. Keyin sog'lig'i yomonlashib, birinchi guruh belgilangan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Ammo yangi guruh haqidagi ma'lumot pensiya organiga yetib kechikib kirsa, fuqaro bir necha oy eski miqdorda pul olish ehtimoli bor. Keyin albatta qayta hisoblanishi mumkin, lekin odam shu paytda qiynaladi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, pensioner ayol turmush o'rtog'ini yo'qotgan, o'zi kam pensiya oladi. Uyda mehnatga layoqatsiz farzandi bor yoki voyaga yetmagan nabirasini boqmoqda. Bunday holatlarda qo'shimcha to'lovlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy yordam masalalari bir-biriga aralashib ketadi. Odamlar ko'pincha men bitta pensiya olayapman, boshqa pul mumkin emas deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda qonuniy asos bo'lsa, qo'shimcha yordam olish huquqi bo'lishi mumkin. Lekin buni aniqlash uchun holatni hujjat bilan tasdiqlash kerak. 4-toifa yolg'iz yashovchi keksalar. Bu juda og'riqli masala. Yolg'iz yashaydigan, farzandlari boshqa hududda yoki umuman qarovchisi yo'q pensionerlar bor. Ular ko'pincha ariza yozishga ham, idoraga borishga ham qiynaladi. Agar qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy xizmat ularga tegishli bo'lsa, mahalla, ijtimoiy xodim, pensiya bo'limi va yaqinlari yordam berish kerak. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangiz men o'zim bilaman desa ham, baribir pensiya hujjatlarini bir tekshirib qo'ying. Chunki keksa odam ko'pincha telefon xabarini o'qimaydi, bank kartadagi tushumni ajrata olmaydi. Qaysi oyda nima qo'shilganini bilmaydi. Keling, hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir otaxon har oy 900 ming so'm pensiya oladi. Yangi qo'shimcha to'lov bo'yicha unga 100 ming so'm ustama belgilanishi mumkin bo'lsa, u 1 avgustdan keyin 1 million so'm olishi kerak. Lekin agar bank kartasi yopilgan yoki karta muddati tugagan bo'lsa, pul tizimda qaytishi mumkin. Otaxon esa menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida masala huquqda emas, texnik muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank rekvizitlarini tekshirish juda muhim. Yana bir misol. Bir onaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Lekin bazada u hali ham farzandi bilan bir manzilda ro'yxatda turibdi. Agar yolg'iz yashovchi keksalar uchun qo'shimcha yordam tartibi qo'llanilsa, onaxonning haqiqiy holati tasdiqlanmagani uchun ustama chiqmasligi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla orqali dalolatnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Bu hujjatlar to'g'ri bo'lsa, masala hal bo'lish osonlashadi. 3-misol. Bir fuqaro 25 yil zavodda ishlagan, ammo mehnat daftarchasida 7 yillik davr bo'yicha yozilgani aniq. Pensiya hisoblanganda o'sha davr to'liq kirmagan. Natijada pensiyasi kam chiqqan. Agar hozir qayta hisoblash imkoniyati bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa, pensiya miqdori oshishi va oldingi davr uchun farq to'lovi ham hisoblanishi mumkin. Lekin odam men pensiyaga chiqqanman, endi kech deb yuraversa, o'z huquqini talab qilmaydi. Pensiya ishida hujjat doim juda muhim. 4-misol. Nogironligi bo'lgan pensionerga parvarish kerak. Uning qizi ishlamay, onasiga qaraydi. Ayrim hollarda parvarish bilan bog'liq ijtimoiy to'lovlar yoki imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, parvarish zarurati, qarovchi shaxsning maqomi kabi ma'lumotlar to'g'ri rasmiylashtiriladi. Agar hujjat yo'q bo'lsa, men onamga qarayapman degan og'zaki gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, pasportingiz yangi bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya turi va toifangizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ko'p hollarda ortiqcha xavotirga hojat yo'q. To'lov avtomatik hisoblanishi kerak bo'lgan holatlarda pul odatdagi tartibda tushadi. Ammo baribir men har bir pensionerga kamida bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ko'pincha xato odamning o'ziga ko'rinmaydi. Masalan, siz kartangizga pul tushganini ko'rasiz, lekin qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha to'lov ekanini bilmaysiz. Bank ilovasida faqat umumiy summa ko'rinishi mumkin. Bunday holatda pensiya bo'limidan yoki tegishli xizmatdan to'lov tafsilotini so'rash mumkin. Bu oddiy qiziqish emas, bu sizning moliyaviy huquqingiz. Har bir pensioner o'ziga qancha va nima asosda hisoblanganini bilishga haqli. Shuningdek, yuqori pensiya olayotgan, barcha hujjatlari to'liq bo'lgan, qo'shimcha ijtimoiy toifalarga kirmaydigan pensionerlar uchun katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Chunki ko'plab qo'shimcha to'lovlar odatda ehtiyojmand, past pensiya oluvchi, nogironligi bor
yolg'iz yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga yo'naltiriladi. Buni adolatsizlik deb tushunmaslik kerak. Ijtimoiy siyosatning maqsadi eng avvalo zaif qatlamni qo'llab-quvvatlashdir. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lov bir kunda tushmaydi. Ba'zi hududlarda to'lov jadvali bor. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. In avgust degani, aynan in avgust kuni ertalab hammaning kartasiga pul tushadi degani emas. Bu sanadan tartib kuchga kirishi yoki hisob-kitob boshlanishi mumkin. Shuning uchun 2 avgust kuni pul tushmasa, vayma qilish kerak emas. Lekin oyning oxirigacha ham tushmasa, albatta tekshirish lozim. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov faqat huquq paydo bo'lgan kundan hisoblanadi. Masalan, siz avgust oyida hujjat topshirdingiz, lekin huquqingiz iyuldan boshlangan bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash qoidasi qanday bo'lsa, shunga qarab farq to'lanadi yoki faqat murojaat qilingan kundan beriladi. Shu sababli hujjatni kechiktirmaslik kerak. Keyingi oy boraman degan har bir kechikish siz uchun pul yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, norasmiy ma'lumotlarga ishonmang. Mahallada kimdir falonchiga 500 ming qo'shilibdi, hammaga shuncha berilar ekan deydi. Boshqa birov ariza bermasang umuman olmayapsan deydi. Yana kimdir faqat tanishi borlar oladi deb asossiz gap tarqatadi. Men ekspert sifatida aytaman. Siz faqat rasmiy manba, pensiya organi, mahalla mas'uli yoki davlat xizmatlari orqali tasdiqlangan ma'lumotga tayaning. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Qo'shningizga tushgan summa sizga ham aynan shuncha tushadi degani emas. 4-nozik jihat, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati va bank blokirovkasi. Ayrim pensionerlarning kartasida sud ijrochilari tomonidan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, kredit qarzi, aliment yoki boshqa majburiyat bo'yicha karta cheklangan bo'lsa, pul tushgan zahoti qisman ushlanish ehtimoli bor. Pensioner esa qo'shimcha to'lov tushmadi deb o'ylaydi. Aslida tushgan, lekin qarzga yechilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan ko'chirma oling, ijro byurosidan ma'lumot so'rang. 5-nozik jihat. Boshqa nafaqalar bilan aralashib ketish. Ba'zi fuqarolar pensiya ham oladi, kompensatsiya ham oladi, kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz ham bor, nogironlik bo'yicha yordam ham bor. Pul bir kunda yoki turli kunlarda tushishi mumkin. Shuning uchun umumiy summaga qarab xulosa chiqarmang. Har bir to'lovning nomi va asosi bo'lishi kerak. Agar tushunmasangiz, pensiya bo'limidan yozma yoki og'zaki izoh so'rang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner nima qilish kerak? Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHIR raqami, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi va hisob raqami to'g'ri ekanini aniqlang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini bir joyga yig'ib tekshirib chiqing. Ko'p muammo aynan eski pasport, noto'g'ri manzil yoki yopilgan karta sabab paydo bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Har oy qaysi sanada qancha pul tushganini yozing. Masalan, iyul oyida 1 million 50 ming so'm, avgust oyida 1 million 150 ming so'm, sentabr oyida 1 million 150 ming so'm. Shunda siz qo'shimcha to'lov haqiqatan qo'shildimi yoki yo'qmi? Farq bormi? Kechikish bormi? Aniq ko'rasiz. Xotiraga ishonmang, raqamni yozib borish kerak. Uchinchi qadam, bankdan yoki mobil ilovadan tushum tarixini tekshiring. Agar kartadan foydalansangiz, bank ilovasiga kirib, kirim chiqimni ko'ring. Agar ilovadan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin karta parolini hech kimga bermang. SMS kodni aytmang. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Qo'shimcha to'lov chiqarib beraman. SMS kodni ayting desa, bu albatta firibgarlik bo'lishi mumkin. 4-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar pul tushmasa, kamayib qolsa yoki nima uchun qo'shimcha to'lov hisoblanmaganini bilmasangiz, yashash joyingizdagi pensiya masalalari bo'yicha mas'ul idoraga boring yoki telefon orqali bog'laning. Murojaatda aniq gapiring. Men 1 avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lov bo'yicha o'z pensiya ishimni tekshirtirmoqchiman. Menga qaysi to'lovlar hisoblangan, qaysi asosda, qaysi sanadan, qancha miqdorda ekanini tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunday desangiz, masala aniq bo'ladi. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekviziti, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, oila tarkibi haqida ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar.
vasiylik yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlar har bir holatda hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin bo'rini tayyorlab qo'yish foydali. 6-qadam mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, nogironligi bor yoki qarovchiga muhtoj pensionerlar uchun mahalla juda muhim. Mahalla sizning haqiqiy yashash holatingizni tasdiqlashi, ijtimoiy daftarlarga kiritish masalasini ko'rib chiqishi, ijtimoiy xodim bilan bog'lashi mumkin. Ba'zan odam faqat pensiya bo'limiga boradi, lekin masalaning ijtimoiy tomoni mahalla orqali hal bo'lishini bilmaydi. 7-qadam yozma murojaatdan qo'rqmang. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, yozma ariza bering. Arizada ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovlarimni va 20 avgustdan qo'shimcha to'lovga huquqim bor yo'qligini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron murojaat yuborgan bo'lsangiz, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. 8-qadam huquqingizni talab qiling, lekin xotirjam bo'ling. Ba'zan xodimlar ham yuklama sabab hamma savolga darhol batafsil javob bera olmasligi mumkin. Siz esa baqirmasdan, tortishmasdan, lekin qat'iy ravishda tushuntirish so'rashingiz kerak. Menga qonuniy asosini tushuntiring. Qaysi band bo'yicha hisoblanmagan, qaysi hujjat yetishmayapti, men nima olib kelishim kerak deb so'rang. Aniq savol, aniq javob olib keladi. Men bu yerda pensionerlarning farzandlariga ham murojaat qilmoqchiman. Ota-onangizning pensiyasi ularning asosiy daromadi. Ko'p keksalar doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga pul yetkaza olmaydi, lekin bolalariga aytmaydi. Hammasi yaxshi deydi. Siz bir marta vaqt ajrating, ularning pensiya kartasini, to'lovlarini, hujjatlarini tekshirib bering. Bu katta ish emas, lekin ba'zan o'yga ezming. 200 ming yoki undan ko'proq qo'shimcha daromadni aniqlab berishi mumkin. Agar ota-onangiz qishloqda yashasa, tuman markazga borishga qiynalsa, siz telefon qilib aniqlashtiring. Kerak bo'lsa birga boring. Agar ular yolg'iz yashasa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Agar nogironlik hujjati muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan tayyorgarlik ko'ring. Hujjat muddati tugab qolsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun yana vaqt ketadi. Eng muhimi, ota-onangizni firibgarlardan asrang. Hozir pensionerlarga qo'shimcha pul chiqaramiz. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazing. SMS kodni ayting. Oldindan xizmat haqi yuboring degan turli aldovlar ko'paygan. Hech qachon karta raqami amal qilish muddati, SMS kod, PIN kodni begona odamga bermang. Davlat to'lov uchun sizdan telefon orqali SMS kod so'ralmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol banka yoki yaqinlaringizga ayting. Ko'pchilik so'raydi. Ariza bermasam ham qo'shimcha to'lov tushadimi? Javob shunday. Agar qo'shimcha to'lov sizning bazadagi ma'lumotlaringiz asosida avtomatik hisoblanadigan to'lov bo'lsa, tushishi mumkin. Lekin sizning holatingizni tasdiqlovchi ma'lumot bazada bo'lmasa, ariza yoki hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun men hammaga tekshirtiring deyman. Yana bir savol. Pul tushmasa demak menga tegishli emasmi? Yo'q. Bunday xulosa qilishga shoshilmang. Pul tushmasligining sabablari ko'p. Siz to'yxonaga kirmasligingiz mumkin. Hujjat yetishmasligi mumkin. Bank muammosi bo'lishi mumkin. To'lov jadvali hali kelmagan bo'lishi mumkin. Hisob-kitob keyingi oyga o'tgan bo'lishi mumkin. Sababini aniqlamasdan xulosa chiqarmang. Yana so'rashadi. Qo'shimcha to'lov keyingi oyda ham davom etadimi yoki bir martalikmi? Bu to'lov turiga bog'liq. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar doimiy ustama bo'ladi, ba'zilari bir martalik yordam bo'ladi, ba'zilari muayyan muddatga belgilanadi. Masalan, parvarish, nogironlik yoki ijtimoiy ehtiyoj bilan bog'liq to'lovlar shartlar saqlanib turgan davrda berilishi mumkin. Bir martalik yordam esa faqat bir marta tushadi. Shuning uchun to'lov nomini aniqlash muhim. Yana savol. Pensiya oshsa, subsidiya yoki boshqa yordamim kamayib qoladimi? Ayrim ijtimoiy yordamlar daromad mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensiya miqdori oshsa, umumiy oila daromadi qayta baholanishi ehtimoli bor. Bu hamma holatda ham avtomatik yordam bekor bo'ladi degani emas, lekin ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun kam ta'minlanganlik, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordam olayotganlar ham mahalla va tegishli idoralardan maslahat olsin. Aziz tomoshabinlar, 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi juda muhim. Bu yerda eng asosiy qoida shuki, o'z huquqingizni biling, hujjatlaringizni tekshiring, pensiya miqdorini yozib boring. Rasmiy manbadan aniqlang va firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Hamma pensioner bir xil miqdorda qo'shimcha pul oladi deb o'ylamang. Har bir fuqaroning pensiya turi, staji, yoshi, sog'lig'i, ijtimoiy holati va hujjatlari alohida ko'rib chiqiladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq pensiya tushumlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar qo'shningiz yolg'iz keksa inson bo'lsa, unga ham bu ma'lumotni yetkazing. Ba'zan bitta to'g'ri maslahat keksaning bir necha oylik qo'shimcha pulini saqlab qoladi. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday o'zgarish bo'ldi? Pul tushdimi? Tushmagan bo'lsa, qanday javob berishdi? Like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va imtiyozlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.